Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilar'ınki Mısır'daki halifelerden 43. halife El-Mu'tezid Billah degan halifeninki hayatı bilen tanışmış qaylı. Bu adam Hicriye 753 yıldan Hicriye 763 yıla kadar undaqda 10 yıl bo'ldi hakimiyet davr sürgen. Bu kişinin ismi Ebu Bekir ibn Mustakfi. Kunyasi Ebul Feth. Deslep Halife Ahmet'ninki inisi boz gerek undaqda. Bu kişi hem de inisi 753 yıla ölüp ketkendiğin kin akısının veliahdi qilib bekitishi sebebi bilen halife bo'lgan. Özüne ait kemter, özü yaxşı, ilim ehline ait tolumu yaxşı gördüğün adam bulup Hicriye 763 yılı Cumadil Ula ida ölüp ketken bu adam. Yani bu adamın devirde boğan, yüz bergen vakalardan 754 yılı mundaq bir vaka yüz bergenlikini İbn Kesir ve İbn Kesir rahmetullahi aleyhden başka tarihçiler bayan kılıp Tarabulus'ta Nefise isimlik bir kız idi deydi. Bu 3 ayak tekken deydi. 3 ayak tekip 3 yılı bu ayol bilen bir yad bulanmıgan. Bu hemmeyle oylaptı da hem de bu bir perde itilip qalğan dep oylagan. Cinsi azayda perde tosalğısı ba dep oylaganda. Şuna bilen bu kız bala 15 yaşqa kirgen vaqtida bu kız balanın köksü özüçe yoqap ketken. Ayni vaqtlarda hem de asasan kız balalar şu 10 yaş 11 yaş etrafında toyunu qilib o'tdi. O maktab işi, maktab berdiği işli bo'lmagan ekan. Balagat işi yetdi. Dep qarab bu burun manchil toluqsuz o'qitma, başlangıç manchil o'qitma, daşuda yak universitet manchil o'qitma deydigan plan yo'q. Şu boyga yetdi, toyunu qildi, o'qiydigan bo'lsa madrasa o'qiydi, bo'lmasa oilda bo'ladi. Şunu olan hem de lekin bu köks özüçle 15 kirgen vaqtida yo'qab ketib, ishig tortilib ketdi de ay shu jinsiy a'zoydan asta bir narsa o'ylab chiqishga boshladi da. Bu bir barmoq miqdori zakar, andan ikki shu tosh bo'rak bu chiqib qoldi da keyin. Buni shu vaqtida dokladda yozilgan deydi. Chunki dokladda xalifega yoki sultonga buni ma'lum qilmaydi. Bu Tarabulus nerede degende Adırkı İslam dünyasında, Arap dünyasında iki Tarabulus var. Biri Libanon'da, yani birisi Libya'da. Undaqda birisi Şam diyarında, birisi Afrika'da. Belki bu Şam diyarındaki boz gerek. Çünkü İbn Kesir'e yakın bu ya. İbn Kesir'in Şam diye şu adam boğandı ki. Hicriye 755 yıl boğa vaxtıda Sultan Melkus Salih'ni ilip taşlap En-Nasir Hasan'ni yana qaytadan bir sultan qildi. Yani bu başta çöp chiqib turgan xalifelarniki biri bo'la. Nima sultonlarning biri. 756 yil bo'lgan vaqtida kichik bunda tengi pullarni, yangi tengi pullarni qo'ydida davlat. Bu shu vaqtdagi dinar, yani tillarning o'lchami bo'yicha, shuning mezoni bo'yicha har bir 24 tengini bir dirham Nisalı, bir gümüş tengisi aldı. Bunun burun bu tengi pullar, küçük tengiler. Bu pullarını koyuştun burun devletin işletildiğin pul mis tengili bulup onun her bir ritlisi, bir yarım ritlisi bir dirhem ölçem boyunca kullanılan. Bu ritildiğin bu şu vaxtdaki gramdaki bir ölçem birlik hem de. Undaqda biz müşahede şunu bilip yetimiz ki deydi. Çiğho ve sırıqtımış qatarlıq əmirlər aynı vaxtda soqqan sap kümüş dirhemnin miqdarını undaqda biz bilib ağıl buldu. Bunu hem de bu işgələ şu məktəbdə özün vəzifəyə qoyğan kişilər üçün işlətken aynı vaxtda. Bulma Şam'daki, Mısır'daki dağınıq əmirlər aynı vaxtdaki komandalar. Bu ikisinin hem dirhemdin məqsidi 3'ten 2 retil deganimiz şu mistengiden şunu bir dirhem tilliq nima kumush tillaga
ölçeydi. Demek 3'ten 2 ratil mis tenge bir kumush tenge teng degan bo'ldi. Undaqda dirhamninki qanchalik so'qolganligini buni bilib olgan bo'ldi demakchi. İbn Kesir rahmetullahi aleyhi ve yoki Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhi. Hijriye 762 yıl boğa vaqtida Nasir Hasan o'ltirilib, akisining bolasi Muhammed Muzaffar valiyan sultan bo'ldi. Buni shu vaqtida Sultan Mansur deb atagan. Undaqda bu odamning hayoti nayt uzun 10 yil bo'lsa, jiqqiliq siyosiy davolg'ishlar ko'p bo'libdi. Bu adamning davrda yuz bergan voqealimi shunchalik, lekin endi bu adamning davrda zamonida o'lib ketgan mashhur shaxslardan İmam Taqiyuddin Subki rahmetullah aleyh. Bu adam Hicriye 683 yıl tug'ilib, Hicriye 756 yılı, yani miladiye 1355 yıl ölüp ketken bulup, Şafi mezhebki nayeti dağınlık, yutuk, faqih. Hem bunun üstüge hem müfessir, tefsir-şunas, hafiz, muhaddis, hem usul-şunas, kalam-şunas, grammatik-şunas, edebiyatçı, danışman, munazir usta, bütün qazilar qazisi, Şeyhül İslam qatarlıq namına berilgan. Hem Sopi onun üstüge. Taciddin Subki'nin dadısı. Taciddin Subki degan bu mu keyingi devirdeki dağınlık faqihlarniki biri. Öz devirdeki. Bu adamın ismi asli Ali ibn Abdülkafi ibn Ali Abul Hasan deymiz. Bu kişi Mısır'niki Munufiyada tug'ilgan ayni vaqtida. Shu dadasıniki yaxshi tarbiyalashi bilan keyin Qoiraga berib, Qoiradagi katta shu shayxlarda, Shafiy mazhabidagi mashhur kishilarda o'qigan. Muhammad ibn Qalavun degan sultonniki huzurida xili yüz obro'ga erishgan. Hamda mamlukiylarmi bu odamni shu davrlarda hurmatini qilgan hamda. Chunki bu odam ayni davrda o'zing turmushini aytdi g'urgil, oddiy sadda yashashga ko'ngan o'lim oldi hamda. Misrning nurg'un maktablarda bu odam o'qituvchi bo'lgan, Ahmad ibn To'lun jamisida xotib bo'lgan. Keyingi mezgilga kelgan vaqtida Damashqniki qozisi bo'lgan. Chunki ayni vaqtida Misr bilan Misr mesela Şam diyarları hemisi asasen bir memleket, mamlukiylar davrida. Bu adam hem de şu Damashqda qozi bo'lgandan keyin hem de davlat bilan hokimiyat bilan put tepishga majbur bo'lib qolgan. Nemishqa bu adam nayet haqiqatni ching turadigan, malomatdan qo'rqmaydigan, o'zining vijdoni rahat topgan narsani hukm berdi, shariat asoslanib turib. Shuning bilan bu adam ba'zi mamlukiylar valiylarniki manfaatiga taqashgan bu odamniki hukmlari. Shuning bilan hokimiyat tarafdan bu odamni siqishlar, ya'ni adolat yuz bergan. Hatto necha qitim shu Arg'unshoh bilan shu Shamning valisi deyishib qilib, oxiri chidamay, sen mi o'lsa, men mi o'lima amir deb mushunda deb ketgan bu odam. Meni zo'rlashlar bo'lganda siyosiy jihatdan. Bu zot hamda Ibn Ataullah Sakandari degan da'vonliq bir so'pi va shu so'pida o'rgangan. Undan boshqa Almudin Iroqiy deymiz. Nurg'un shu davrdagi xilma-xil pallaniki ustozlarda, olimlarda o'qigan. Qoirada bo'lsin, mayli Damashqda bo'lsin, Bag'dodda bo'lsin, Hijozda bo'lsin, bu odam masalan İslam dünyasida mashhur shayxlarda bu odam o'qigan. Shamsiddin Zahabiy rahmatullohi alayhi masalan bu odamning shogird bo'ldi. Ustozlarimiz sarxil, shogirdlarimiz bir xil, sarxilda. Meyduddin Feyruz Abadi deymiz, Jamoliddin Mizzi deymiz, masalan Atinin o'lib ketgan Salohiddin Sefti deymiz, İmam Zahabiy rahmatullohi alayhi deymiz. Yani bu dağınıq ulamolar hammasi bu odamning shogirdi. Demak bu odam bunda qarasak tasavvuf bilan sunnatni, hadisni birlashtirgan odamda qiladi. Yani oshqon, xurafiy, bunda sünnetsiz sopular emasda qiladi bu odamlar. YouTube manga yo'li. Hatta bir qism shu Salohiddin Sefti degan shogirdi, hamda G'azali vafotidan keyin buningdek odam kelib boqmagan emas. Bu odamga qadamda zulm qilib ketdi degan o'z vaqtida. Endi bu odamning yozgan kitoblari ko'p, 211 dona kitobni qoldiribdi islom bilan munosabatlik. Bu kitobninki ko'p qismi hozir asosan qo'lyozma shaklda. Endi bu odamniki fikriy jihatda Ibn Taymiya va Ibn Qayyim Javziy rahmatullohi alayhiga
yazgan bir kısım munazir şekillik eserler mi bu? Mesela İbn Teymiye, İbn Kayyim Cevziye rahmetullahi aleyhle mesela devzakning yok bo'lib ketish ehtimoli bor deydigan bir xil ehtimollikni qoldirgan bo'ladi. Chunki Xudoning rahmatiga olib turib. Ammo bu odam jannat va devzak qilib qoladi degan mazmunda dalil eklib raddiya yozgan. Undan boshqa As-Sayfus Saqil fi Radd ala Ibn Zufayl deydigan kitob bor. Bu İbn Kayyim Cevziye yozgan kitob. Ya'ni Ad-Durratul Maziyya fi Radd ala Ibn Teymiye bu mu? İbn Teymiye'ga yozgan reddiye karakterli kitaplar. Ondan başka bu adamınki El-İbhac fi Şerhil Minhaj qatarlıq bir usul fıqih hakkında yazgan bir kitabı var. Bu İmam Beyzavi'nin ki usul fıqih kitabını şerhleyen. İmam Nevevi'nin ki Muhazzebni şerhlep El-Mecmu namı bilen şerhleyen bu adam. Ondan başka mesela Tehzibul Kamal bir tarihi tercümal kitap. Şagirdi Cemaldin Muzzi'nin ki bu kitap kartta bir toluqlum karakterlik bir net Fatava Subki deb kitabı var mesela. Ehyaun Nufus fi Hikmet ve Durus qatarlıq kitapları. Bu İmam Taqiyuddin Subki rahmetullahi aleyh Demeşq'da ölüp ketken. Ölüp ketkendan keyin hem ahir kesel mezgillarda oğlu Taciddinni Demeşqning aynı vaqtidagi qazisi qilib belgilab qo'ygan. Şu kesel bo'lib qolgan paytlarda ras Misrga ketib ketgan. Misrga ketib Misrda ölüp ketganligi xotirlangan. Bu mu Şafii mezhebindeki en büyük kişilerden biri. Bu adamdaki bir meşhur bir sözü var. Sen bir işitne deydi. Hey işit deb bana ko'ngling aşinsel töven ko'rgan mezmunda sen. Hey işit deb bir işitne. Bir xil töven uslubda gap qilgan bo'lsang, bir xil ihanat ma'nosida sen bunun günahkar degan mezmundaroq bir gapi var. Bu gapni men bir ayet o'qimadim, ammo bir ustozdan üniversitede bir anlagandım. Bu adamın hayatı mushunchalik. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Arab nomli kitobning avtori As-Samin degan kishi. As-Saminul Halabi deymiz. Ahmad ibn Yusuf ibn Abduddaim. Bu adamni Shahabuddin deymiz. Lekin bu adamning Samin nomi bakrak mashhur. Bu Semiz degan bo'ladi. Bu adam o'zi tigi Haleplik, hem Qayraga o'tkilib shu yerda yashagan. Ammo Halepdagi mushu Şafii mezhep bo'yicha yetilgan faqih, qiroat ilmidagi mashhur zot, arab tilini nihoyat shu o'z davrida yaxshi biladigan katta buyuk ulamolardan. Bu adamning masalan Tafsirud Durrul Masun qatorliq Tafsirul Qur'onda 20 tomliq bir kitobi var. Al-Qavlul Vajiz. Bu Qur'on Karim haqida yozilgan. Bu adamning mesela şu Menhecus Saminul Halabi fi tefsir fi kitabihi Durrul Masun deydigan hozir mesela magistrlik bir kitob yozilmiş adamniki Ad-Durrul Masun degan kitobiga qarata yozilgan magistrlik kitobi. Bu adamni nimishqa sahibul i'rob deymiz degan vaqtida bu kishiniki I'robul Qur'on nomli kitobi bak mashhur. Bular bu Ad-Durrul Masun degan kitobi şu Kur'an'ın i'roblari, yani grammatikalik uslubni asos qilib yozgan kitob bo'lg'achqa shunga sahibul i'rob deb nom berilgan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Qavomuddin al-Atqani, Amir Katib ibn Amir, Ömer ibn Amir al-G'azi deymiz. Bu zot o'zi Farabdin. Şu bunu Farabi deymiz. Farab hozir Qozog'istonda Hicriye 685 yılı tug'ilib, Hicriye 758 yılı Qayrada Misrda o'lib ketgan bu kishi. Nurg'un diyorlarni kezgan, Turkiston diyorlari, Farab, masalan Sham, Xuroson, Ilit. Mushu diyorlarda yashagan. Bu zot hamda mushu Hanifiy mazhabga nihoyat bak xil o'zinki ishqi bor. Shafiiylar qarshi nihoyat ajoyib mutassiblik. Hatto ularni ayiblaydigan şu bir uslubu vakende. Lekin şu Hanifi mezhebini güçlendirmen deb acayip zorluq Şafii mezhep qarşı chiqqan. Hatta şu namazda qo'lni ko'tarish meselesida ayni vaqtidagi şu Damashqniki valisi Emir Sayfiddin Yalbug'a bilan so'radi orduning hamda şu nimasida valisida şu ordu bo'layotgan vaqa munodir bo'lib Qozi Taqiyuddin Subkini bayatın gibini qilgan. Şu adamni ekilib chiqsa munodir qilgan deydi şu vaqtida. Munodir qilsa bu adam
hatta şu Taqiyuddin Subkini mi gepinin cıngosmaydı dep şu gepiga namazda iş qo'lini ko'tarish masalasida shundan ching turib gepi unumagan. Hatta bunun yengib chiqqan deydi. Keyingi mezgilda Misrga borgan vaqtida Misrniki sultoni bu odam buni cho'ng hashamatli qilib maktab so'ppagan. Shu maktablarda mudarrislik qilib yashagan. Chunki bu mezgilda asosan shu ko'plagan Misrniki siyosiy arboblari asosan turklardan. Masalan, haciplerim şu mesela Taşdömür deydigan bir hacip var da. Bu Taşdömür, Toqay, qatarlıq şu vaqtdaki əmirlər var. Bunların hamısı şu Türkiye atalğılık isimler. Ama haqiqatda bilgan narsani deyishdan yanmaydigan, şu ching turadigan adam ekanda. Şu Damashq kelgan vaqtida bayatın ibn qilgan Yalubga bilan bir namoz o'qigan ekan. İmam Rafiyadan qilib namoz o'qisa, bu odam namozdan keyin bu namoz batil deb raddiya verib so'rindilar. Taqiyuddin Subki bu odamga qarata bir kitob yozgan ekan. Ondan boshqa bu odamniki masalan Hanifi mazhabining kitoblaridan hidoyani nihoyatda mazmunli qilib sharhlagan G'oyatul Bayon deb shu davrda hamda Hanifi mazhab bo'yicha hamda xili yetilgan peshvo deyishga bo'ladi hamda. Avvalda qaraganda bu Rafiyadan masalasi O'rta Osiyodagi shu ayni davrdagi Hanifi mazhab peshvolarining orasida xili burunlam yildiz tatgan bir ixtilofiy masala qildi. Bu yana bu 8-asrda bo'layotgan voqelik bu. 8-asrda mushunchalar bir ixtiloflar cho'ng amirlar orasida, hatto qozilar orasida bo'layotgan ixtilof bu. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Buhaiddin ibn Aqil, ismi Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah deymiz. Hicriye 694 yıl doğulup Hicriye 769 yılı ölüp ketken. Bu adamni İbn Aqil deyishimizda Aqil ibn Abu Talib, yani Ali ibn Abu Talib'ninki cemaat edin. O'zi nahvi arab tilini ayet yaxshi biladigan adam. Qayrat doğulup şu yerda ölüp ketken. Hatta Abu Hayyan degan şu grammatik ulama osmonning ostida İbn Aqildek bir grammatikaga usta mahir adam ölüp ketmedi degan. O'zi undan boshqa nayt sehi mardlikka sifatlangan, yani o'zining o'quvchilariga nayt ko'p saxovat qilgan. Mana hozir islom dunyosida Alpiya, Sharh Alpiya degan bir Sharh ibn Aqil nomi bilan mashhur bo'lgan bir kitob bor. Alpiyat ibn Malikga yozgan sharhi. Mana bu kitob her qandaq meyli Saudi Arabiston, meyli Misr, meyli Suriye, meyli Yemen'de bo'lsin, Sharh ibn Aqil asosliq grammatika ilmida bir asosliq fan, markaziy fan. Mana musha ibn Aqil degan kishi bo'ladi. Musha adamning yozgan kitobi bo'ladi bu undaqda. Xo'sh, ondan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur yana bir shaxs Salohiddin al-Ala'i degan kishi. Halil ibn Keykladi degan ismi o'zi Shafiy mazhabining büyük ulamolardan, hem aqidat ashari mazhabini asos qilgan, hem mufassir, muhaddis, faqih, nahvi, adib, tarixchi. 694-yil Damashqda tug'ilib, shu yerda o'qib, undan keyin nurg'un safarlarni qilib, Quddusda bir mezgil turib, shu yerda o'qitish bilan shug'ullanib, oxiri Quddusda 761-yilda ölüp ketken. Bu adamın qabri hozir shu yerda. Demek Şam diyarlarida ayni vaqtdagi ilmiy xizmatlarga nayt zo'r to'hfa qo'shgan buyuklardan. Hamda ulamolar bu odamga ayni vaqtida baho berib, turli pallarda ajoyib o'z davriniki bir yetuk ulamolardan edi. Fazilati nayt yuqori, tafsirga mohir, hadis ilmini nayt yaxshi biladigan, fiqh ve fiqh usul fiqhlarni nayt yaxshi biladigan, nahvini nayt obdan biladigan büyük ulamolar deb sifatlangan. O'zi shu davrda nayt tirishchan ilm egallagan büyüklar deyishga bo'ladi. Hatta Ibn Subkining deyishicha nayt mazmut hadis ilmida baho beryotdi. Mazmut, hofiz, ishonchlik odam bo'lib, raviylarning ismini, hadisning illatini, hadisni nayt yaxshi biladigan faqih, mutakallim, shoir, adib edi. Aqidat ash'ari odam bo'lib,
Sünni mezhepte ide deb mundaqmı ta'riflangan. Bu adamning bir necha kitoblari boliqqa qayd qilingan. Bu kitoblar hozir bormi yo'qmi bu yerda qilinmaydi, ammo 15 tane kitobi zikr qilingan. Bu kitoblarning ko'plari asosan hadisga munosabatli, sunnatga munosabatli kitoblar. Masalan, المئة المنتقى من صحيح مسلم، المئة المنتقى من الترمذي، المئة المنتقى من مشيخة الفهر قطرلق kitaplar. الدرة الثانية في مولد خير البرية قطرلق kitaplar. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Cemaluddin İbn Hişam el-Ensari degan kishi. Abu Muhammed Abdullah Cemaluddin Yusuf deymiz. Hicriye 708 yıl tug'ilib, Hicriye 761 yıla, miladiye 1360 yıl ölüp ketken. Öz devirdeki şu Arap grammatik jihatga nati büyük imam deb atalgan. Tang tuşlar arasında tang dişi yok. Bu jihatdan şu Arapli grammatik jihatda. Ebu Hayyan Endulusi'de okugan. Bu Ebu Hayyan Endulusi nait meşhur grammatik ulama. Ebu Hayyan Endulusi bizning diyorimizda meşhur bo'lgan Hidoyat-ı Nahv degan kitobning avtori. Hidoyat-ı Nahvning avtori kim desak jiq odamni bilib bo'lmaydi. Chunki u yerda Ebu Hayyan Endulusining kitobi ismi zikr qilinmagan. Mana shu Ebu Hayyan Endulusi o'z davridagi meşhur grammatikanshunos ulama. Bu adamı hem Şafii mezhep boyunca terbiyelenip ki Hanbeli mezhepke yetkilip ketken. Demek mezhepler muşundaq özünki kalbi, vicdanı, kanaat qilgan şekilde yetkilip saqlanıp kelgende avlat mı avlat. Bu adamniki biz bayatına gepni qilgan Alfiyat Malikni sharhlaygan Avzahul Masalik bir kitabı var. Bu mu şu nahv kitap. Sharif naql bir sharisi Alfiyat Malikning Avzahul Masalik bir sharisi. İslam dünyasida ikki desadir ders qilindi. Bir-biriga ait mas kelgan kitoblarning biri. Demak bu odamni o'z davridagi mashhur grammatikanshunos ulamalar. Bu adamning mashhur kitoblaridan Al-I'rab an Qawaid al-I'rab qatorliq bir kitobi var. Bu kitob hozir Misrda, Turkiyada ayni vaqtida besilgan. Ondan başqa nahv kitoblardan Sharh Qatrun Nada, Qatrun Nadani mushadam sharhlagan. Şerhul Lumha bu mu Ustaz Ebu Hayyan Endulusi'nin kitabı. Asasen kitaplar nahve asas yazılgan. Şuzuru Zahab fi Ma'rifeti Kelamul Arab degan kitap. Bu kitapni hem öz yazgan hem bunu sharhlagan. Ondan başqa mesela Şerhul Burda Bane Suad namlı bir şiirlar toplumi var meşhur. Bunu bu adam sharhlagan. Mesela Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Bu kitap Muhammed Muhyiddin Abdülhamid'ninki tahqiqlash bilan besilgan meşhur nahv kitoblarning biri. Xo'sh. İbn Khaldun bu adamga mundaq bağırıpken. Biz Mag'ribda, yani Marokeshdagi vaqtimizda Misrda arab tilini yaxshi biladigan bir odam chiqibdi. İsmi İbn Hisham ekan, Sibaviydinmi bek olimkan deb mushta anglagan edik deb shunaq degan. Demak, o'z davrida Sibaviydinmi bekrak e'tiborga erishgan arab tili va nahvisini yaxshi biladigan büyük ulama. Bu davrda yani o'lib ketgan mashhur shaxslardan Hafiz Aloiddin Mo'g'ultoy ibn Qilishxon. Bu adam o'z Hanifiy mazhabda 689-yil tug'ilib 762-yil o'lib ketgan. Bu adam hem tarixchi, arablarning nasaplarini yaxshi biladigan. Tigi bu adamning kelib chiqishi turk, ammo Misrniki hadis o'qitish ishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Bu adamning shu bu adamniki dadisimi ayni vaqtidagi shu turk mamlukiylarning qo'mondonlaridan o'zim shu qo'mondon bo'lgan. Endi bu adam ilmi bakrak mayligan kichik vaqtida shu o'qiyachilikni o'gitimiz deb shu o'qiya maktablariga bersa, dadisining gapini anglamay ilm so'rovlariga ketib, tarix ilmida, nasab ilmida mashhur bo'lgan ekan, hadis ilmidami yetilgan ekanda. Demak, o'qishga bo'lgan erismanligi zo'r bo'lg'achqa, bu adam mush jihatda hali talant bor deyishga bo'ladi. Taqiyuddin Subki rahmatullohi alayhi mush adamniki ustoz bo'ladi uning ustiga. Ibn Tangribadi bu adamni sifatlab bundaq degan: Jamoliddin Yusuf Hanafi Al-Manhalus Safi ve Muhtasarus Shafi namlı kitabı var.
En-Nucumuz Zahire namlı kitabı var degan. En-Nucumuz Zahire degan tarixiy kitap. Muş Moğoltayning. Bu adam hem öz zamanida muş Zeynuddin Iroqiy, İmam Belqini deymiz qatorliq muhaddislar borda. Muş adamlarga o'xshash. Bu adam muş hadis ilmida xili büyük o'ringa yetgan. Ko'p adamlarniki qo'llashiga erishgan. Şoňlaşqa şu Şam diyarlarida, Misr diyarlarida köpligen şu davrdagi meşhur ustozlarda o'qish sharpiga erishgan. Mesela bu adamniki uchrashgan dаңlıq ayni vaqtdagi ulamolardan İbn Daqiqul Aydi, İbn Taymiyaning bu ko'p naytı ta'siriga uchragan. Jalaluddin al-Muzzininki ta'siriga nayt uchragan. Bu adamniki shogirdlaridan ham o'g'li Abdullah ibn Mo'g'ultay deymiz, Sirojiddin ibn Mulaqqin deymiz, İmam Belqini deymiz, Zeynuddin Iroqiy deymiz. Bu şu dаңlıq muhaddislar. Bularning hammasi bu adamning shogird bo'ldi. Bu Mo'g'ultayninki meşhur kitoblaridan Sahih Buxoriyni 20 tom qilib sharhlagan, İbn Mo'jininki Sunan nomli kitobini Al-A'lam nomi bilan sharhlagan. Tahzibul Kamal deb bir tarixiy tarjimal kitap bor. Bu kitobim bek cho'ng zo'r kitob. Mush adam ustozi Jamoliddin Mizzi yozgan buni. Ustozi Jamoliddin Mizzi yozgandan keyin hamda bu kitobning oxirini bu adam to'liqlab yozgan. Bu nayt cho'ng hajmli kitoblarning biri. Al-Xasaisun Nabaviyya qatorliq bir kitob. Bu Al-Ishara qatorliq bir kitob va bu payg'ambarimizning hayoti bilan yozilgan. Ad-Durrul Manzum min kalamil Mustafa Ma'sum. Bu kitobimi meşhur bu adamniki. Aynı vaqtida Zeynuddin Iroqiy cho'ng muhaddis qo'y, hamda o'z davridagi dаңlıq ulamolar haqida gap qilib, Mo'g'ultay, Ibn Kasir, Ibn Rabi, Husayni qatorliqlar ning ichida kim bek hafiz desa, bu hatta bu adam shu Mo'g'ultay mush Ibn Kasirdan mush ulardan bek hafiz degan. Demak, mush hadis ilmini nayt yaxshi biladigan o'z davridagi buyuk muhaddis, ham qo'mondan, ham bir siyosiy arbob. Bu Türklerning faxri deyishki bo'ldi bu odamni. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana bu Umamat ibn Naqqosh degan kishi. Bu zotning ismi Muhammad ibn Ali ibn Abdulvahid ibn Yahya al-Maghrabi deymiz. 763-yili o'lib ketgan. Tug'ilgan vaqti aniq emas. Bu odamniki Ahkamul Ahkam as-Sadira min beyni şefatey Seyyidil Anam namlı kitabı var. Es-Sabiqul Lahiq fi tefsiril Kur'an. Adına Elfiyet Malik'ni şerhleyen. Umdini 8 tomluk qilib şerhleyen. Kitabul Firaq namlı kitabı var. Demek hem de bu davrda o'lib ketgan meşhur şahslar asasen kitapları asasen bugün kadar yetib kelgan meşhur şahslar. Onundan başqa o'lib ketganlar shu davrda ko'p, ammo xotiri ilinig'ini Jaloliddin Suyutiyninki qalamidan mushunchalik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.